Assalomu alaykum obunachilar. Sizlarga bugun yangi lekin eski model mashinamizni taqdim qilamiz. Yangisini ochib korobkadan akamizning talablariga binoan qumariqqa chiqarib yuryapmiz. Eshiklar shunaqa tepaga ochiladigan 24 voltli drift qiladigan original litsenzionni mashina. Shunaqa sidenalarida ham o'zining emblemalari bo'ladi. Monitorlarga bitta baho berasizlar, ruli chapda bo'ladi. Eng qiziq joyi sidenasini bolani bo'yiga moslab oldinga orqaga qilib to'g'rilab olsa bo'ladi. Orqa chiroqlari ham shunaqa go'zal ishlangan. Bu mashinamiz ikkita 775 vatli baquvvat motorlar bilan jihozlangan. Orqa baloni, orqa vidushi bo'ladi va drift qiladi. Drift funksiyasini o'chirib yoqsa bo'ladi. Oldi balonlari yumshoq bo'ladi. Prujinalari bo'ladi. Chuqurga tushganlarda shunaqa amortizatsion sistemasini ta'minlaydi. Shu mashinadan monitorli va bez monitor variantlaridan do'konimizda mavjud. Sizlarga ham kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib yetkazib beramiz.